Assalamu alaykum hammaga. Mana albitsa daraxtlaridan kichkina qalamcha qilganlarim mana ko'payib, katta bo'lib, mana o'sib, ancha rezultati bor mana. Quyoshda qanday tushyapti, sizlarga qanday yetkazyapti bilmadim. Mana shu. Katta bo'ldi mana. Qalamchasidan qilganlarim, payvand qilganlarim mana. Bunaqasi asan mana yorug'roq tushsa kerak mana. Yana anaqanglar qanday turibdi dedinglar, mana abdan azot bergan dori gulim mana ancha shaxlab yangi barglar rosa chiqardi. Mana yangi barglar rosa ko'p kelyapti. Fikusingiz dedinglar, mana turibdi fikus gulim. Katta barglarman rosa katta shapaloq barg bo'lib mana o'syapti. Hamma gullar yashnayapti. Hozir yashnaydigan payti gullarning. Mana kichkintoy mana 2 oy oldin qilgan bugungi gulimdagi rezultat mana. Uje bu ham 30 santi o'sdi mana ancha. Buni ochib chiqizib qo'ygan edim, rosa tez o'sib ketdi.